Jubaji asli Erish Ordusidagi suv lashkarlari sog'lig'iga sarlashkarga. Endi bu Erishning dengiz olmasa. Erish Ordusidagilar bu yer suv lashkarlarini nim qiladi. Bu yer 80 ming kishilik suv lashkari bo'lishining nim zaruriyati. Endi bu yerdagi Erish Ordusidagi bu Jubaji sarlashkar yetakligan 80 ming kishilik suv lashkarini Erish Ordusidagi eng ojiz bir qism, eng ojiz bir lashkarlar. Buning dengiz armiyasi bir qadar ojiz deyishga bo'ladi. Endi bu yerdagi bu sarlashkar Jubaji qaraydigan yana Saman yo'l sistemasi. Saman yo'lidagi Yingxo daryosiga mushlar qaraydi. Endi bularning atokan Erish Ordusida suv lashkarlik qilishining sabab, bularning asosiy vazifasi nima deganda 4 dengizning ajdar shoyini tizginlash, Yo'rin sultonning ularni boshqarishini qo'g'dash. Bu g'arb sayohatda aslida 4 cho'ng rayon, 4 cho'ng qit'a bor. Bu yerda yana 4 cho'ng dengiz bor. Shuning uchun ajdar shohi Sharqiy dengiz, G'arbiy dengiz, Shimoliy dengiz, Janubiy dengiz deb 4 dengizning ajdar shohlari bor. Shuning uchun endi bu yer Yo'rin sulton butun Sanjining podshohi bo'lganligi uchun dengizdagi mallarni boshqarish uchun bularning bir dengiz armiyasi bo'lishi kerak. Onundan sırt əsərdə gördüğünler bu 4 denizdən 4 çoğun əjdər şahidin sırayet. Məsələn, Jingxo daryasının Jingxo əjdər şahidi var, Tongtian daryası da var, Qarsu daryası da var. Hətta ilqiyada bir Quduqның mı? Quduq əjdər şahidi var. Demək, zimində bu yerdəki su yaşaydigan su əjdər şahları, su əvliyaları deyil, bularning soni xeyli ko'p. Endi bularni tizginlab boshqarib turish uchun Yo'rin sultonning qo'llasidimi mushlar qarshi oladigan, mushlarni boshqara oladigan ham bexatarlikni qo'g'day oladigan bir armiyasi bo'lish kerak. Ya'ni Jubajining qo'llasidagi bu 80 ming kishi suv lashkari dal mash ishlar uchun ishlatildi. Shuning uchun asar qarsak bu yerda Munarchi Pelashshahning 100 ming arsar lashkaridan sirayet, ya'ni Jubajining masalan dengiz armiyasi deb qo'ymiz suv qo'shini bor degan gap. Ondan sonra G'arb sayohat nomli asarda sizlar yeni qandaq mazmun qiziqsizlar. Yeni qandaq mazmunlarni anglag'inglar bor bo'lsa, meni Guanju qilib olgandan keyin piyolga qo'ysanglar bo'ldi. Keyingi sonlarda Jibojanlarda sizlar bilan davom o'rtoqlashman. Rahmat.